Sizlar ko'rib yurgan soch transplantatsiyasi aslida bu bizning umumiy qiladigan ishimizning 40% hisoblanadi. Yana juda ko'p tushadigan savol, aslida bizga call centerga telefon qilib tushadi yoki o'sha kommentariylarda yozadi. Faqat soch ekasizlarmi, soch kasalliklarini davolaysizlarmi degan savol. Bizda trixologik markaz, bundan ortiq kuchli mutaxassislarimiz bor. Faqat soch ekish yoki soch transplantatsiya emas, nafaqat sochga tegishli, yoki teri kasalliklari bilan ham shug'ullanamiz. Eng asosiy yo'nalishimiz trixologiya bo'yicha barcha soch va tub kasalliklari muammolarini ichiga oladi. Faqatgina boshdagi soch emas, hattoki o'sha badaningizdagi tukingizni salomatligiga ham biz mas'ul insonlar hisoblanamiz. Soch ko'chirib o'tkazish, soch transplantatsiyasi bu albatta eng ko'zga ko'rinadigan bizning xizmatimiz, chunki qimmat, bu umuman kal odamda birdaniga sochlar bo'lib, chiroyli bo'lib ketadi. Bu juda ko'zga aniq ko'rinadigan, tashlanadigan, ajratib turadigan qiramiz. Lekin aslida son jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bizda soch ektirgan insonlar aslida 40% bizning patsientlarimizni tashkil qiladi. Ya'ni 60% patsientlarimiz bular soch to'kilishidan aziyat chekayotgan, erta soch to'kilishidan aziyat chekayotgan, ayollarimizda tug'ruqdan keyin yoki emizikli davrdan keyin gormonal buzilishlar, boshqa muammolar bilan soch to'kilishida kelishadi. Yoki mana hozirgi kunda afsuski juda ko'p tarqalgan ochagovый alopetsiyalar, o'choqli soch to'kilishlar, gnyozdiy alopetsiya deymiz. Mana shuni har xil fazalaridan aziyat chekib kelgan odamlar, ajokdan kuyib qanaqadir yoki mexanik ta'sirlar ostida qanaqadir bir yuzlarida yoki boshlaridagi sochlarga qanaqadir bir yomon ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, o'sha mexanik hodisalar biz o'shalarni davolayapmiz. Bu davolash, lecheniya, profilaktika eng asosiy ishimiz. Sizlar ko'rib yurgan soch transplantatsiyasi aslida bu bizning umumiy qiladigan ishimizning 40% hisoblanadi. Endi ularni hammasini ko'ra olmaysiz, chunki insonlar keladi, ketadi. Soch ekish jarayoni bu kami 7-8 soat. Hamma vaqt kadrga tushish imkoniyati bor bunaqa amaliyotlarni. Shuning uchun sizlar ko'proq ko'rasizlar. 7-8 oylab kutilib keyin natija ko'radigan narsa juda interesli narsa, o'zimiz ham yoqadi. Odam bizda operatsiya bo'lib ketgandan keyin 1 yildan keyin ko'rib qolaman-da, tanimay qolaman o'zim. Patsientlarimiz bilan o'zimiz shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Aka tanimadingiz-a deydi, men paloncha deydi, bunday qiladi. Operatsiyadan keyin selfi tushib qo'yganmiz, o'sha rasmni ko'rsatadi. Deyman, masalan, yodimga tushadi. Xuddi shunday asosiy ishimiz bizning soch ekish emas. Soch ekish, soch transplantatsiyasi, o'choqli kasalliklar, ya'ni o'choqli alopetsiyalar, boshqa turdagi soch kasalliklari, umumiy olganda trixologiya yo'nalishi. Biz markazlashgan trixologik markaz biza. Asosiy joyimiz Buxoroda.